holatda o'zingiz ko'rdingiz. Aynan shu videoni izohlariga kirib o'qiganimda avtorni ko'pchilik ayblagan. Nimamush? Avtor burilyapti-ku, yo'l berish kerak. E'tibor beringlar. Demak, bu yerda asosiy yo'l degan znak turibdi 2 bir. Tagida 7-13. Asosiy yo'l yo'nalishi, demak, qalin tomon asosiy yo'l. Avtor turgan tomon asosiy yo'l ekan. Demak, Jiguli turgan joy ham asosiy yo'l ekan bu yerda. Demak, ikkita asosiy yo'l huquqi teng, yo'llari kesishyapti. Qanaqa qoida ishlash kerak? 10 qo'l qoida ishlash kerak. Demak, Jigulining o'ng tomonida avtor bo'lgani uchun xohlagan tomonga yursa ham bu avtor 5-o'tadi, 1-o'tadi. Eslab qolinglar. Bu yerda tanganing ikkinchi tomoni ham bor, mayli endi. Unga ham qo'shimcha qilib ketaman. Mana bu yerda ayrim befarosat haydovchi noto'g'ri parkovka qilgani uchun shu parkovka tufayli ikkala avtomobil bir-birini yaxshi ko'rmasdan ehtiyotkorsizlik oqibatida yo'l transport hodisasiga uchrayapti. Iltimos, chorrahada juda ham ehtiyot bo'linglar. Yo'l harakat qoidalariga rioya qilinglar. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin.